Tün bayan, her tünde bayan. Tün bayan, en samimi, dilden bayan. Bu yılga qarta tayyorlig'ingiz bormidi? Bor bo'lsa, tayyorlig'ingiz qandaqroq? Shundaq azizim. O'ylanmay o'tgan kunlarda ilgirlash, tayyorliqsiz boshlagan ishda ahamiyat, plansiz kutgan kelgusida nishon bo'lmaydi. Ba'zilar hayotda bir kunla yashab, shuni 365 kun qaytalab o'tadi. Ba'zida o'zimni shunday his qilib qolaman. Yana ba'zilar tafakkurni hamroh qilib, ustun pallalarga yetibmi, yana intilib turadi. Albatta, mana shunday yashashni davomli istab turaman. Azizim, bu tunda siz uchun Güneş tarjimasida bitgan bu yilda yashagancha yashirin temizdagi bayonni ilib keldim. Ishonamanki, mazmunimiz sizga yoqadi. Anglang azizim. Bu yilning turmushiga kirishib bo'lguncha mundaq bir necha ig'iz gapni samingizga sog'im keldi. Balkim sizga ko'rsatkich bo'lar. Keyingi yo'llarni yangilik mangasiz. Anglang azizim. Nafsi haqida sizga shundoq degim bor. To'ymasa havaslarga cho'kib qolmang. Yazg'uchi Yusuf Shipoyi shundoq degan ekan. Odam o'zining har xil havaslarini tiyib, tamosiz yashay olsa, o'z turmushiga ega bo'lgan taqdirini o'z elkida tutgan bo'ladi. Hammamizda nafsi havas bo'ladi. Bu tushunishlik. Ammo u mangu to'ymaydigani uchun muvofiq besishga to'g'ri keladi. Havaslar aql ko'zimizni to'sib, insofdan chiqarib qo'ymasinki, bo'lmasa umrlik dardda qolamiz. Shundaq bir hikoyani anglagan edim. Burun ikki do'st bekorchilikda aylanib kelayli deb yaqin yerga bir o'rmonlikqa mengibdi. Ko'p mangmayla ularga jiroqdan poqiroq bir narsa ko'rinibdi. Shu yoqqa berib qarasa, bir dova oltin turgan. Ular bakmo xushal bo'lib, oltinlarni qandoq akitishning ko'yiga tushibdi. Ulardan biri: "Bizga kunduz esil apsiz. Sen berib g'izo tepib kelgin. Men mushu yerda saqlab turay. Kechda qo'rsaqni to'yg'izib bo'lib, ondan akitayli." Dabdu va ko'nglida. U kelganda bir amal qilib o'joqtirib atsam, oltinlar menga qoladi, deb o'ylabdi. G'izoga mang'ini bo'lsa, uning qochsig'i zahar selib atsam, u o'lsa, oltinlar mening bo'ladi, deb o'ylabdi. Degandek, u plani bo'yicha g'izoni tayyorlab elib kelishiga do'sti uning kaynidan chiqibla kaltak bilan urib o'ldirib etibdi. Ondan oltinlar menga qoldi-ku deb xushliqida g'izoni yepla o'zimiz zaharlanib o'lib qoldi. Nafsi havaslar shundoq yaqin do'stlarni ashaddiy dushman qilib yetalaydi. Turmushda nurg'un kishilar pul topsa nom chiqarishning, nomi chiqsa foyda to'plashning ko'yida yuradi. Ular bilmaydi-ki, qushqach don deb o'ladi, odam gal deb. Hayotda ko'p narsa qo'g'lash quluq yoki ortiq ta'mada bo'g'liq emas. Odam tashqi talablarni qanoat bilan to'xtatib, ichki mulluq istaganda ondan baxtga yetisha oladi. Har ish chekdan oshsa balo bo'ladi. Shunga loyiqini tutib, haddini saqlab yashaganda ondan hayotda rozi bo'lg'idek natija chiqadi. Anglang azizim. Munosabat haqida sizga mundaq deyman. Zo'riqib tortishgandan qo'yivatgan tuzuk. Jihu to'g'rida hamisha mundaq yesi gangrashlarni uchirtib qolaman. Men uni bak yaxshi ko'raman, uningdan hech nimamni ayamayman, ammo u menga yili qizg'in, yili so'g'uq. Biz urushib necha ayrilib bo'ldik, lekin har qitim chidamay yana o'zimizcha yarashib qolamiz. Munosabatimizda burunqi xushal kayfiyatlar qolmadi, lekin mening yanada qo'yivatgim yo'q. Qanday qilsam bo'lar? Biz turmushda munosabat muomalalarni chek prinsip bo'yicha qilamiz.
Ammo qiyirishqandek mushu hissiyot ishida osonla aqldan ketamiz. Sapıqı acırmağan qoğunның təmi yo'q deganni bilimiz-yu, yana üzüb yeb baqimiz keladi. Texi ochiq tetisimu tashlavatgimiz kelmaydi. Zhou Shanshan shundoq deydi. Bir odamning eng cho'ng nuqsoni shaxsiyatchilik, hissiyatchanlik, boshboshdoqlik yoki madaniyatsizlik emas, balki o'zini suymas birini johilona suyib qilishdir. Munosabat cho'qim ikki tarafning roziligi asosida bo'ladi. Bir taraf sovib ketgan bo'lsa, zo'lab bir uyga kirib olgan bilan ko'ngil hamini bir yerga kelmaydi. Mayli o'zining ko'ngli yo'q odamni qabul qilish bo'lsin yoki ko'nglini qabul qildirish bo'lsin, zo'rg'a qurilgan munosabat ikkilanni oxirida tutmas og'rinishga qo'yadi. Undaq munosabatda baxtmi bo'lmaydi azizim. Naloyiq munosabatni zo'lab saqlagandan qo'rqmay ayrilib ketgan yaxshi. Bu jarayon balkim tasdi, ammo hamon o'tib ketadi. Nemili degan bilan xatosiga xo'sh demagicha to'g'risi uchirmaydi. Ishiningki, sizga manzilingizda shundoq bir uchraydi. Ondan muhabbatlik va'dalarning rost chiqqanini ko'rasiz. Bir-biringlarning ko'ngliga oxirgi qanoat va qarorgoh bo'lib, keyingi hayotdagi qatang yo'llarda ayrilmay birga mang'asizlar. Azizim, cho'nglar haqida bilingki, ularga mehringizni kechiktirib qo'ymang. Riyosatchi Sabiyning Salom turmush sunumida mundaq bir ishni so'zlaydi. Balasi tug'ilganda u tunji bo'lib tugab ketgan onasiga shundoq uchur yozadi. Ikki navrang tug'ildi ana. Amda sen momo bo'lding. Ketgan odamdan uningga javob kelmaydi. Ammo u gapda uning onasini qattiq siyg'inishi va hozirgi turmushini ko'ramaganiga afsusligi bilinib turdi. U yana shundoq afsuslikqa qanmaslik, fursat borida ko'proq hamroh bo'lish uchun dadisini Beyjonga akilib oladi. Hayot bakmi qisqa. Biz oldirmay pishib yetilguncha cho'nglarimiz mag'duridan, hatto yenimizdan ketkash turdi. Shunga qadrini qilish ayrilgandila bo'lmasin. Ularning mehr ko'yimlari yenimizdan ketganda ondan yodimizga yetmasin. Yangi yilda ularga telefon qilib, yaqinda bo'lgan ochiq-chuchuk ishlarni deb beraylik. Ko'ngli to'xtirsin. Qaytib yo'qlab, ko'tildashlarni anglab beraylik. Shu jimlik fursatimi ajoyib g'animat. Shu fursatning borida ko'nglimizdagi o'rnini ularga amaliy ishlarimiz bilan ko'rsatib qo'yaylik. Hamroh bo'lib, ko'nglini avundirib turaylik. İçimizde arman qolmasin. Anglang azizim. Saqliq haqida sizga shuni deyman. Sog'lomlik, saqliq damlashqa eng loyiq tasmidir. Yillar davomida nurg'un kasal va o'limlarga shohid bo'lib, ondan saqliqning qimmatini bildik. Öz kunlarimizga baqsaq, ayni chaqlarda saqliqimizni o'ylab musammay, kechalab holdan ketkicha ishlaganlarimizga pushaymon qilamiz. Tenimizdagi ushshaq og'riqlar eg'irlab, oilaga yuk bo'lib qolamizmi deb ansirmasak texi. Bir dona odam hayotda nurg'un ahmoqona ishlarni qiladi, ammo ularning yomonroqi saqliqini osirmaslik degan ekan. Qanchalagan kishilar saqliqidan ayrilib qilib, ondan cheksiz hasrat pushaymon bilan ochiq tinib qoladi. Fudandoshi o'qituvchisi Yujan sut bezi raki bo'lib qolgani aniqlangandan keyin men nemishqa rak bo'lib qolaman deb o'ylanadi. Va shu o'ylanishlarini o'zining hayot xotirasi bo'lgan Chala hayotim nomli kitobda bayon qiladi. U shundoq yozadi. Rak bo'lib qolgandan keyin bildimki, odam xushalliqni sijil va mangulik hayot nishonidan tepishi lozim ekanki, huquq, manfaat, nom odoq, muhabbat degandek o'tkinchi narsalarga qarab qolsa bo'lmaydi ekan.
u shundoq deb kishilarga saqliqning muhimligini eskartmoqchi bo'ladi. Darhaq, u o'tkinchi ishlarga selishtirganda tan saqliq hayotda eng zo'r boyliq ham damlashqa eng loyiq tasmidir. Yangi yilda o'zingizga shuni deb turingki, boshqa hech qanday ishni saqliqqa tegishib etma. O'zi bilgancha yashaydigan turmush o'tmishga aylansin. Qaralida harakat qiling azizim. Qonuniyatlik g'izolaning, uyquni joyida uxlang. Yaxshi turmush odatingiz keyingi sog'lomligingizga asosdir. O'z kayfiyatingizni muayyan. Birovning yo'qlang ish kuchlarga ochiqlab, arzimas ishlarga tuyg'ungizni xo'ritib yurmang. Kayfiyatingiz turaqliq, psixikangiz sog'lom tursin. O'zimiz sog'lom bo'lsak, ondan boshqa narsalardan huzurlana olamiz. Keyingi yillarda o'zingizga bergan eng yaxshi sovg'a sog'lom bir badan bo'lsin. Azizim, bu tundagi bayonimni hayot haqida xulosa qilay. Oddiy kamtiklikmi sevishga arziydi. Balkim bir chaqlarda sizmi hayotda toza chaqnab yashashni, tangtishlar ora ko'zga ko'rinishni, ota-onangizning faxri, kasbning o'ligisi bo'lishni, jahon go'zalligini to'liq ko'rib, hayot ne'matlaridan to'liq huzurlanib o'tishni o'ylagan bo'g'aytamiz. Ammo xuddi mendek amaliyotda bayqadingizki, sizmi shu sanoqsiz to'nilmagan insonlarning bir a'zosi. Maash kichik bo'lib ishlayotgan, uydagilarning faxri bo'lanmagan, g'oya romantiklari bir yerga tashlanib qolgan bir oddiy odamkansiz. Hech qaysimiz dastlab kutgandek odam bo'lanmabdimiz. Piyoshu oddiy yo'l nomli naqsida shundoq aytadi. Yo'qotdim men qo'limdagi jimi narsani. Daqiqada tutun kabi bo'lganda g'oyib. Umidsiz ham tushkun bo'lib, odishib qancha javob topdim oddiylikdan oxir ajoyib. Keyin tushunib qolasizki, chaqnash hayotdagi tasaddiqlik. Oddiy kamtiklik bo'lsa, uningda doimlikdir. Bekor topganda do'stlar bilan darqamda mungdashib elishlar, ko'ngil beoramda cho'nglarning so'zini anglab tasalli tepishlar. Besim tortganda uyda yolg'iz chiroqda o'ltirib, issiqqina bir qacha osh ichib elishlar. Mushundoq oddiy, qiziqi yo'q turmush minutlaridami bizga boshqacha iliqlik va muhabbat tepiladi. Amaliyotda mayli chaqnab ko'zga ko'rinish bo'lsin yoki oddiy o'tib ketish bo'lsin, turmushning maqsadi hamon baxtni tuyolashdir. Azizim, yozg'ichi Lolan shundoq degan ekan. Odam oddiy kundalik turmushidan xushallik topa olsa, u boshqalardan baxtlidir. Shundoq azizim, men to'limi baxtlik. Hech bo'lmaganda ovoz to'lqini orqali siz bilan mungdasha olayman. Sizchi? Sizmi o'zingizni baxtlilar qatoridan sanamsiz? Azizim, 2001-yil kep bo'ldi. Telekim shuki, sizga havaslarni tushunib, oddiy, pokiz yashash, munosabatlardan bo'shinib, tamkin, ozoda yashash, uydagilarni qadrlab, jam-inoq yashash, saqliqni saqlab, omon eson yashash va qanoat qilib, xushal to'q yashash nasib bo'lsin. Xayr azizim, xushvaqt bo'ling.